o'zimizni o'zbeklar ham uy qurish bobida chet elliklardan qolishmayapti. Nimaga deysizmi? Bu kirish qismida mashina uchun joy, yozgi oshxona va podval bilan qo'shib hisoblaganda 3 qavatli umumiy 5 xonaga ega bor yo'g'i 1 sotix maydonga qurilgan kottejimizni ko'rsatib o'tamiz. Birinchi qavatda bitta zal va ko'rib turganingiz oshxona qismi bitta sanuzelda joylashgan bo'lib, bu tomondan podvalga tushib ketsa bo'ladi. Podvalning videosini oxirida ko'rsatib o'tamiz. 100% to'liq pishiq g'ishtdan qurilgan bu kottejimizning ikkinchi qavatini ko'rsatib o'tamiz. Barcha ishlar did bilan sifatli darajada amalga oshirilgan. Foydalanilgan qurilish materiallari ham barchasi sifatli materiallardan foydalanilgan. Ikkinchi qavatda ham bitta umumiy sanuzeli bor va barcha xonalari alohida joylashgan. Joylashgan manzili Chilonzor tumani Do'mbirovod mahallasi. Shundoqqina Mustang zapravkani orqa tomonida joylashgan. Bu 5 xonali kottejimizga egalari 115 ming so'rashyapti. Albatta o'tadigan, kelishiladigan joylari bor. Sizning shuncha pulingiz bo'lsa, metroga yaqin joydan 3 xona uy olarmidingiz yoki 5 xonali shundoq kottej olarmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Aloqa uchun izohlarda nomer qoldirdik. Bu ko'rayotganingiz boshida aytganimizdek podvalning videosi.